Shu paytgacha kimning nimaga ehtiyoji bo'lsa, yordam berdik. Kim bizga ehtiyoj sezsa, yonida bo'ldik. Bir marta bo'lsa ham hech kimga yomonlikni ravo ko'rmadik. Hech kimga yuz burmadik. Iloji yo'q, hozir emas demadik. Qo'limizdan nima kelsa shuni qildik. Hech kim bizni yo'qotishdan qo'rqmadi. Yo'qotishdan qo'rqqan tomon doim biz bo'ldik. Hayotida o'rnimiz yo'q insonlarga ko'nglimizning to'rini berdik. Vaqt o'tib esa faqat o'zimizni behuda sarson qilganimizni angladik va keyin nima qilsak ham bundan qolgan charchoqni gardanimizdan chiqarib tashlay olmadik. Chunki biz bahona o'ylab topadigan, bir narsalardan qochadigan, qilgan va qiladiganlari faqatgina tilida bo'lgan insonlardan emasdik. Bunday bo'la olmasdik. Biz yo'q, ishim bor, qo'limdan kelmaydi deyishni eplay olmaydigan insonlarmiz. Bizning xorgildigimiz sira tugamaydi.